Assalomu alaykum. Siz bilan revmatolog Rahmonov. Meni soham revmatologiya, ya'ni bo'g'im kasalliklarini davolovchi shifokorman. Mana shu bir necha yillar davomida bo'g'im kasalliklarini davolash chog'ida, bemorlardagi bo'g'im kasalliklari faqatgina ob-havo yoki bemorlarning yoshiga bog'liq emasligini ko'rib chiqdim va sizga bugun o'sha bo'g'im kasalliklarini asosiy sabablarini aytib bermoqchiman. Ya'ni sabablarini bilsak, biz kasallikni davolashni osonlashtirishimiz mumkin. Birinchi sabab bu yallig'lanish hisoblanadi. Ya'ni, bo'g'imlardagi og'riqlar, shishlar yoki qotib qolishlarning asosiy sabablaridan biri bu yallig'lanish. Yallig'lanish deganda o'sha xalq tilida aytadigan bo'lsak, shamollashlar. Bularning sabablari ko'p bo'lishi mumkin. Masalan, oddiy oyoqni urib olish, yelkani qayirib olish yoki o'sha futbolda qattiq to'p tepish kabi hodisalar bizada bo'g'imlarda yallig'lanishni keltirib chiqaradi. O'zi aslida yallig'lanish bu organizmni biror bir tashqi ta'sirga javob reaksiyasi hisoblanadi. Ya'ni organizm har qanday mikrob, infeksiyalarga o'zini immunitetini oshirish va immun hujayralarini o'sha joyga yuborish orqali o'sha yerdagi bakteriyalarni o'ldirishga harakat qiladi. Lekin mana shu jarayon haddan tashqari oshib ketsa, ya'ni yallig'lanish jarayoniga sabab bo'ladi. Demak, mana shu birinchi sabab bu bo'g'imlarning og'riqligiga yallig'lanish jarayonlari hisoblanadi. Bo'g'im kasalliklariga sabab bo'luvchi ikkinchi sabab va bu judayam ko'p tarqalgan, keng tarqalgan sabab hisoblanadi, vitamin va minerallarning yetishmovchiligi. Meni oldimga keladigan bemorlarning qariyb 80%, 70% ayollarni tashkil qiladi. Nega bunchalik ko'p ayollarda bo'g'im kasalliklari, suyak kasalliklari ko'p uchraydi? E'tibor bergan bo'lsanglar, mana shu shifokorlarning ko'rigida, qabulida ko'plab ayol bemorlarni ko'rishlaring mumkin va ularni asosan yoshi deylik 40, 50, 60 yoshdagi bemorlar hisoblanadi. Mana shu ayollarni bo'g'imlari og'rishi yoki suyaklarning og'rishi bu ularning yoshi bilan bog'liq emas. Ya'ni ularni ko'proq gormonal foni bilan bog'liq. Ayollar bilasizlar, gormonal fonlari o'zgaruvchan bo'ladi va yosh o'tgan sari ma'lum bir gormonlar pasayadi, ma'lum bir gormonlar esa yuqorilaydi. Va mana shu jarayonlarning hammasi ovqatlanishni, ya'ni oshqozonni vitamin, minerallarni so'rish jarayonlariga ta'sir qiladi. Ayollar tug'ish yoshida har qanday ovqatdagi minerallar, vitaminlarni maksimal darajada o'ziga singitib, suyaklarga depo, ya'ni zaxira sifatida joylaydi. Lekin ayollarning o'sha 40 yosh, 50 yoshida bu gormonlar tushib ketadi. Natijada ayollarimizda mana shu bo'g'im kasalliklari, suyaklarning mo'rtlashish kabi kasalliklari bu faqatgina revmatoidni artrit yoki poliartrit sabab emas yoki revmatizm sabab emas, suyaklarni zichlashi tufayli ham kelib chiqishi mumkin. Ya'ni o'sha vitamin va minerallarning yetishmovchiligi tufayli kelib chiqishi mumkin. Bo'g'im kasalliklarining keyingi sabablardan biri bu mushaklar hisoblanadi. Paylar hisoblanadi. Ya'ni o'zi aslida bizaga bemorga bo'g'imi og'riyotgandek tuyulishi mumkin. Yelkasi, tirsagi yoki tizzasi, sonchanoq qismidagi bo'g'imlar og'riyotgan bo'lishi mumkin. Lekin muammo bu spazm holatidagi mushaklar bo'lishi mumkin. Ya'ni ma'lum bir holatlarda o'sha yallig'lanish kasalliklarida, urib olishda, qanaqadir jarohatlarda mushaklar spazmi bo'lib qoladi. Ya'ni mushaklar tortilib qoladi. Yoki oladigan bo'lsak, yoshi katta odamlar yoki umuman kam harakat odamlarda mushaklar atrofiyaga uchraydi. Ya'ni mushaklarni kuchi, zichligi, qalinligi kamayib boradi. Agar mushaklar harakatlanmasa, ular yo'qoladi. O'shani hisobiga mushaklarning rivojlanishi kamaygani hisobiga bo'g'imlar o'z odamni tanasini ko'tara olmay qoladi. Ya'ni tasavvur qiling, 80 kilolik odam bor, lekin o'shni mushaklari yaxshi rivojlangan. Har kuni 10 ming qadam yuradi, sport bilan shug'ullanadi, gimnastika bilan shug'ullanadi, lekin uni vazni 80 kilo. Lekin shunday odam bo'lishi mumkin, uni ham vazni 80 kilo, lekin kam harakat. Yurmaydi, harakat qilmaydi, sport bilan shug'ullanmaydi, lekin tana vazni 80 kilo bo'lishi mumkin. Ular o'ylashi mumkin, "Yo, men tana vaznim 80 kilo, bu ortiqcha vaznga kirmaydi" deb o'ylashishi mumkin. Lekin ularni 80 kilolik vaznlarida mushak massasi juda ham kam.
yog' massasi esa ortiqcha bo'ladi. Shuni hisobiga 80 kilolik vaznga ega bo'lgan bilan o'sha 80 kiloni ularni bo'g'imlari ko'tara olmaydi. Natijada bo'g'imlar bir-biriga tegadi, ishqalanadi, tog'aylar yemiriladi va bu jarayon agar vaqtida bartaraf etilmasa, suyak yemirilishi kabi og'ir kasalliklarga sabab bo'lishi mumkin. Bo'g'im kasalliklarining keyingi sabablaridan bittasi bu yashirin sir bo'lgan autoimmun kasalliklar. Ya'ni bir bemor ertalab turgan vaqti bitta bo'g'imi qizarib shishib qolgan bo'ladi. Yoki yelkasi bo'lishi mumkin, tizzasi bo'lishi mumkin, tirsagi bo'lishi mumkin, farqi yo'q. Qaysidir bo'g'imi shishib qolgan, og'riyapti. U bemorni birinchi qiladigan ishi bu albatta qanaqadir mazlar surtib ko'rish, og'riq qoldiruvchi tabletkalar ichib ko'rish. Agar mana shu jarayonlarda ham u og'riq bosilmasa, terapevt shifokorga chiqadi va birinchi ko'rib o'sha terapevt shifokor ham har xil mazlar yoki og'riq qoldiruvchi dorilar bilan foydalanish mumkin. Bu jarayonlar davom etaveradi, lekin bemordagi holat og'irlashib ketaveradi. Boshida bitta barmoqda shish bo'lgan bo'lsa, keyinchalik boshqa barmoqlar, boshqa bo'g'imlar, hamma bo'g'imlarda qizarish, shish, ertalab o'sha qotib qolishlar, qo'llar hattoki qo'l barmoqlarda qiyshayish kabi holatlar kuzatilishi mumkin. Va bu jarayonlarning hammasini ortida aslida bo'g'im kasalligi emas, bu autoimmun kasallik bo'ladi. Ya'ni bizni o'zimizni himoya qilib turishi kerak bo'lgan immun hujayralari bo'g'imlarimizni tanmay qoladi. Ya'ni ularni o'zi asl vazifasi, immun hujayralarning asl vazifasi bizni organizmimizga tushgan bakteriyalarni yo'qotishidir. Ular qanaqa qiladi? Uni o'zini ichidagi o'sha kislotali suyuqliklari bilan o'sha bakteriyani yo'qotish kerak edi. Lekin ma'lum bir sabablarga ko'ra o'sha immun hujayralari bemorlardagi bo'g'imlarni infeksiya deb o'ylaydi va natijada ularni yo'qotishga harakat qiladi va shish, qizarish, mana shu qotib qolish, bo'g'imlarni deformatsiyalari, qiyshayib ketishlar, ertalabki karaxtliklar, uyg'onganda o'rnidan turib keta olmaslik, og'riqlar, mana shunaqa belgilarga, simptomlarga sabab bo'lishi mumkin. Va mana shu kasalliklarda agar biz faqatgina bo'g'imni o'zini davolasak, faqatgina og'riq qoldiruvchi yoki qanaqadir faqat mazlardan foydalansak, bu katta xato bo'ladi. Bu aksincha biz buni sababini qondan izlashimiz kerak. Autoimmun kasalliklarda albatta o'sha qonni tarkibida bo'lgani uchun bu jarayonni bartaraf etish uchun qondagi buzilgan joyni davolashimiz kerak. Bo'g'im kasalliklariga olib keladigan keyingi sabablardan bittasi bu ortiqcha vazn hisoblanadi. Ya'ni bemor o'zi aslida sog'lom, hech qanaqa uni autoimmun kasalligi ham yo'q, revmatizmi ham yo'q yoki orttirilgan genetik kasalligi ham yo'q. To'g'ri ya'ni minerallarni ham qabul qiladi. O'sha kalsiy, vitamin Dlarni ham alohida dori sifatida ichadi, lekin bo'g'imlarida og'riqlar kuzatilishi mumkin. Bu jarayonning asosiy sababi boya aytib o'tganimizdek, qisman aytib o'tdik, o'sha ortiqcha vazn. Har bir narsani o'zini ko'rsatkichi bor. Ya'ni nima deydi? O'zini ko'rsatkichlari bor. Ya'ni ma'lum bir masalan, deylik bir chelakka 10 litr suv sig'adi yoki bir xonaga 10 ta odam sig'adi. Xuddi shunaqa bizani bo'g'imlarimizni ham ko'tara oladigan darajada o'zini chegarasi bor. Ya'ni o'sha chegaradan vaznimiz o'tsa, bo'g'imlar ko'tara olmaydi uni. Va natijada bo'g'imlar bir-biriga tegadi, ishqalanadi va o'sha bo'g'im kasalliklari kelib chiqadi. Ya'ni ortiqcha vazn to'g'ridan to'g'ri bo'g'im kasalliklarini eng asosiy sabablaridan biri hisoblanadi. Bo'g'im kasalliklarini keltirib chiqaruvchi keyingi sabab bu stress va yuqori kortizol miqdori. Ya'ni odamlar faqatgina o'sha bo'g'im og'riqlarini ovqatlanishdan, qanaqadir mineral yetishmovchiligidan yoki o'sha jarohatlardan, yiqilib tushishlardan kutmasligi kerak. Ya'ni biza shifokor sifatida hammasini tekshirib chiqamiz. O'sha qondagi infeksiya bor yo'qligini, immunitetni to'g'ri ishlayotganini, ortiqcha vazn bor yo'qligini hammasini tekshirib chiqqanimizda hamma o'sha analizda to'g'ri yaxshi chiqadi, lekin bemorda shu bo'g'im og'riqlari bo'lsa, demak buni sababi o'sha stress holatlari bo'lishi mumkin. Odam stressga tushganda qondagi kortizol degan gormon juda ham ko'payib ketadi va buni natijasida o'sha nervlarda o'zgarishlar yoki bo'lmasa bo'g'imlarni ichidagi suyuqliklar ishlab chiqarish jarayonlari buziladi. Umuman o'zi stress jarayonida organizmni har bir boshqariladigan jarayonlarda buzilishlar kuzatilishi mumkin va mana shulardan biri bu bo'g'im suyuqliklarini, ya'ni sinovial suyuqlikni ishlab chiqarishdagi muammolar vujudga kelishi mumkin va bularni hammasi yig'ilib bo'g'imlarda qaqshash, bo'g'imlarni og'rishi
kuzatilishi mumkin. Lekin bu jarayonlarda hech qachon bo'g'imlar shishmaydi yoki qizarmaydi, yoki deformatsiyaga uchramaydi. Ya'ni stress bilan bog'liq bo'lgan bo'g'im og'riqlarida faqatgina biza his qilamiz bo'g'im og'riyotganini. Lekin nima deydi, shish, qizarish yoki bo'g'imlarni qiyshayishi bu jarayonda kuzatilmaydi. Yuqorida sanab o'tilgan belgilardan biror bittasi sizda kuzatilayotgan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib yoki Telegram akkauntimizga murojaat qilib, bizni qabulimizga kelishingiz mumkin va biz sizdagi barcha o'zgarishlarni ko'rib chiqib, sizga to'g'ri davo choralarini ko'rishga yordam beramiz. Bo'g'im kasalliklari haqida to'liq ma'lumotlar va foydali maslahatlarni olish uchun bizni Telegram akkauntimizga va YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Rahmat.